8 günlük hikaye. Kelinini sınaş. Burun bir yigit öğlenipdi. Bütün kentlikler bu kelinning güzelligiga apirin o'qibdi. Bu qizning qiynata va qiynanisi kelinning zehnini sinab bakmoqchi bo'pti. Bir kuni atganlik tamoq etish vaqtida qiynanisi kelinga "To'rt narsa elib keling" debdi. "Qandaq to'rt xil narsa?" deb so'rabdi kelini. "Cho'kadigan to'rt zar, laylaydigan to'rt zar, laylat ko'chidan to'rt zar, og'zi ochiqdan to'rt zar" debdi qiynanisi. Buni anglagan kelini tamtirmay va gap so'z qilmayla qiynanisining deganlarini elib kepti. Buni ko'rgan qiynanisi kelindan bak rozi bo'pti. Qiynatisimu kelinning aqliga apirin o'qibdi. "Siz bu kelinning nimalarni elib kelganligini topa olamsiz?" Javobi: kelinning elib kelgani 4 zar tuz, 4 zar yog', 4 zar suv, 4 zar kavovichin.